Mana mollarimizga yem tayyorlash jarayoni. Tarkibida kepe, kunjara, makkoni, rapshirotlar bor. Hozir bitta necha kilodan yekkani ham, necha puldan tushganini ham hisoblaymiz. Kunjarani eng arzonidan oldim. Mana 4100 so'mdan oldim. Eng arzon. Kepe 80 ming. O makka uni 4,5 ming so'mdan. Rapshirot esa 5300 so'm. Hozir aralashma bo'ladi. Qanchadan yetganini ham video qilamiz hozir. Yemlarimni to'kib oldim. Rapshirot, kepe, makkoni va kunjara bor tarkibida. Tenga teng pashti hammasi. Hozir aralashtirib olamiz. Mollarimga qanchadan yetganini ham hozir yo'q chiqaramiz. Somonni o'zini o'tirishini sevib beramiz. Mazza qilib yo'lchiyoradi. Güzellikle makkoni 100 kilo rapshirot, 140 kilo kunjara, 225 kilo kepe. Tuz qo'shganimiz, tuzi yana pullari bor. O'zini kerakli ustiga barqatni to'kib beraman. Mana mollarga yem berish jarayoni. Mana shu to'g'rida abishni ham bitta bosib olib kelaman. Bularga bitta, bularga bitta, bularga bitta. To'kaman. Yemaydi kecha tayyorlagan yemimni so'rasam. To'lla qilib har bitta molga to'kib qo'yaman. Har bitta molga to'kib qo'yaman. Где-то bu 2,5 kilo 3 kilo chiqsa kerak. Bitta paqir oldin totganimda 2 kilodan ancha ko'proq chiqyapti. 3 kilo yaqin sekilgan. Molga to'kib beraman. Meni yeb yotishaveradi. Bu hashigimda somon bilan bachki drabilkada qirqqanman. O'sha bunga ozroq beraman. Kichikroq. Qoldirib yuboryapti. 2 kundan beri qoldirib yuborayotganiga bugun ozroq berishga qaror qildim. Orqadagidan olib so'samchi.
Ichdan to'kamiz. Video nima bo'lyapti? Qarashirab bo'lyapti. Uzr. Google. Shu yarim paqirdan chiqib qoldi. Bo'lib beramiz. Somon bilan bachkina maydalangan. Bularda xo'roz ham qiziqarli chicha. Makyon bilan xo'roz bor. Xo'roz ko'rinmayaptimi? Chiqchi baqa. Xo'roz ham bor. Makiyonlar yana tuxum etiladi. Kiravering to'y. Katta bittasi ham suv ichayapti. Buni kecha mol oyog'ini ezib olgan. Bu jo'jabi yo'q. Suv. Shunaqa qilib bittalabgacha yeb yotaveradi. Bizi polvon. Ay vaqt qo'ying o'g'lim. Kitobingiz bormi? Malades o'g'lim. Bag'da yem. Aytga tuqqanman. Drabilkada kesilgan somonlarda kesib beramiz. Changamaslik uchun qilingan. Zo'r qilib qo'ying o'g'lim. Malades.